Samarqand shahri Qorasuv massivida joylashgan ushbu biznes obyektga ham Samsolar Energy jamoasi tomonidan 10 kilovatlik Longi quyoshdan 2 tomonlama quvvat oluvchi quyosh panellarini o'rnatib berdik. Bu quyosh panellari bir oy mobaynida ushbu biznes obyektning xarajatlari uchun 1500 kWh-dan 2000 kWh-gacha bo'lgan elektr energiyasini o'z ehtiyojlari uchun o'zi ishlab chiqaradi endi. Agar siz ham biznesingiz uchun quyosh panellarini o'rnatishni reja qilayotgan bo'lsangiz, ammo ishonchli kompaniya topa olmayotgan bo'lsangiz, Samarqand viloyati bo'ylab bizga, ya'ni Samsolar Energy'ga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizning telefon raqamlar 78 kodi bilan 333 60 70 raqamlari. Ushbu raqamlar orqali mutaxassislardan hatto bepul konsultatsiya ham olishingiz mumkin.